13 yoshli bola onasini tug'ilgan kunida o'z joniga qasd qiladi va o'sha bolaga onasiga xat qoldirib ketadi. Xatda shunday so'zlar yozilgan edi: jonim onam, sizni tug'ilgan kuningizda xursand qilish uchun o'z jonimga qasd qildim. Men tug'ilgandan keyin baxtsiz bo'lib qoldingiz. Seni deb dadangizni tashlab ketgan, seni deb ishimdan ayrildim, seni deb ko'chada uysiz qoldik deb har doim gapiraverardingiz onajon, jonim onam. Bugun onajon, sizni baxtli qilish uchun hayotingizga yorug' kunlar kelsin deb hayotingizda xuddi bo'lmagandek chiqib ketdim. Siz hamisha aytardingiz, men senga mehr to'la ko'z bilan qarolmayman, seni yaxshi ko'rolmayman. Dunyodagi eng yaxshi onasiz onajon, jonim onam. Jannatlarda meni yaxshi ko'rib quchoqlab o'pasiz degan umiddaman. Chunki hayotlik paytimda meni hech qachon quchoqlab o'pmagansiz. Sizga eng katta sovg'am hayotingizdan chiqib ketishim bo'ladi deb o'yladim. Onajon, jonim onam, sizni jannatlarda kutaman. Sizni yaxshi ko'raman onajonim, tug'ilgan kuningiz bilan.